Mana bir do'stim bor, yaxshi taniysizlar, Alisher Fayz. U umuman telefon ishlatmaydi. Mana yangiligi. Ha, hozir ham. Adminni yuritadi ijtimoiy tarmoqlarini. Gaplash uchun ham ishlatmaydi telefon. Men u bilan har safar gaplashganda uni boshqatdan kashf qilaman. U shunchalik ko'p kitob o'qiydi, shunchalik ko'p she'r o'qiydi, ijod qiladi. Miyasi faqat fikrlashga, o'ylashga, ijod qilishga sarflaydi kuchini. Haligi kechqurun xizmati bo'lsa, xizmat bilan bog'liq vazif masalalarni o'sha xizmat paytida o'sha o'rtoqlari, hamkasblar bilan gaplashib oladi. Qachon qanaqa rejasi nima bor ertaga indinga bo'ldi. Qancha vaqt davomida umuman telefondan foydalanmagansiz? Adashmasam bir 12 yil. Aha. Endi 12 yil nimaga ketdi? Qaysidir ma'noda bir haqiqatni bir kichkina bo'lagini tushunib yetishga hamma gap odamning o'zida ekanligi. Alisher aka, mana shu vaqt mobaynida aloqani qanday amalga oshirardingiz yaqinlaringiz bilan, do'stlar, oila a'zolaringiz bilan? Eng asosiysi, agar siz xohlasangiz, imkon o'zi atrofingizda o'zi vujudga keladi. Endi bilmadim, endi bundan o'tganim uchun balkim kimgadir oson tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin menda shunaqa. Javobdan neytralman. O'ziga yarasha fikrlarim bor. Endi qancha ustozlar buni bizdan ko'ra hayotda past-balandni ko'proq ko'rgan insonlar ham tomosha qilishadi. Endi hamma yo'qni hisobini olib, sekin ehtiyotini qilib gapiryapmiz-da aka. Tushunarli. Demak, ushbu cheklovni qaysidir ma'noda farzandlaringizga ham qo'llaganmisiz? Yo'q, buni cheklov demagan bo'lardim. Anglov desa bo'lar, menimcha to'g'riroq bo'ladi, tushuntirishga harakat ma'nosida, lekin qat'iy talab bilan emas, me'yor bilan